Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar, mani kuzatuvchilarim. Bugungi videoda ekraningizda turgan o'yin Japan adashmasam esimda qolmadi. Xullas pastda turgan bo'ladi ismi. Ana shu o'yinda o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bu o'yin haqida sizlarga ozgina ma'lumot beradigan bo'lsam, bu o'yinda biz ko'rib turganlaringdek mashinada yoki xohlasa mototsiklda dastavkada ishlashimiz kerak. Ya'ni har xil joylardan ovqat dastavkasini olib, qaysidir odamlarga tashlashimiz kerak. Sizlar ko'p kutilmayman, start tugmasini bosaman. Sizlar bo'lsa kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingiz chiqmasin. Bo'lmasam biz bugungi videoda boshlaymiz. Sizlar uchun shuncha harakatdamiz. Sizlar endi obuna bo'lmasalar bo'lmaydi. Xo'p, telefonda yozamiz onlayn va delivery. Bo'ldi, yog'iz zakaz tushdi. Mashinada bosaveramiz ashgacha. Ha, bu mashinani 20 mingga sotib oldim o'zim. Sotib olish kerak bo'ladi mashinani do'stlar. Deb metda. Sotib olish kerak bo'ladi mashinani. Xohlasangiz sotib olasiz. Mana boshida bitta mashina beradi, keyin yog'ini sotib olish kerak bo'ladi do'stlar. Shunaqa gaplar. Va do'stlar 1 daqiqa pauza qilib turaman. Xullas, davom etamiz. Ne degan dastavkani kelib olib ketsa emasmikin? Mayli, hanna pul. Sekin yana dastavka olamiz. Xo'sh. To'xtaymiz. Qoch yo'ldan qochmaysanmi? Motot sikl sanada bir bo'qbomi batta orqaga yurayotgan. Ketdi. Do'stlar qoch. Salang bosibni qo'yli. Qizil mayli o'tib ketdim. O, ana o'zi yashirinib qoldi. Sekin odobli yoqib yuramiz akalar. Xo'sh. Birinchi palasaga o'tamiz. O yerda burilish kelyapti akalar, burilamiz ekan. Birinchisidan ikkinchisigacha boramiz ekan. Keyingisidan burilib oldik. O'tgan safargidaqa chalg'itgan bo'lsa, bilib olmaydi. Aytdimmi? Xo'sh, dastavkani olamiz. Odobliga o'xshab sekin tushamiz. Ketdi. Brat, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shunaqa, mana shu dastavkani tashlab keling. Bo'ldi, bering aka. O'zim bo'laman. 2 minut vaqtimiz bor ekan akalar. Bu yoqqa o'tiramiz sekin. Keyin endi biroz ichdan haydaymiz, ichidan haydash yo'q. Yuramiz sekin. Orqaga qaytish kerakligini aytmaysanmi aytdilar. O'yin ko'rmabman orqaga qaytish kerakligini. Kettu egalar. Sekin. Tormiz yur. Uchinchi palasa o'tsam endi hozir aka ishlayman mumkin. To'g'ri akalar, shuni o'ylamadim-da. Qizildan o'tdik bitta. Qoch. O'ydi. Sal qoldi aka. Qani yo'qotib qo'ydim boshqaruvni. Juda tezlashib ketib qoldim. Shuning uchun bosamiz akalar, qoch. Ko'rlayman akalar, mani qanday o'tib ketganim. Mana bunisida. Sirishdan ham yurib boraveramiz. Sal qoldi akalar. Biroz qotyapti nima. Video olinayotganiga qotyaptimi? Nonni qotmayotgandi, lekin qotishni boshlab qoldi do'stlar. Sizlar bo'lsa hozircha kanalga obuna bo'lib turinglar. Men bo'lsa videomiz davom etadi. Dastavka beramiz. Men sizga dastavka. Salom.
dastlabki kanalga berganingiz uchun thank you, ya'ni rahmat. Ana bera qoling, rahmat deydi. Quruq rahmat bilan ish bitadi. Pulimizni ham bering. Berdi ham, endi keyingi dastlabki kanaliga yana ketdik. To'g'riga bosar ekanmiz do'stlar. Menga ichidan minish yoqadi, shuning uchun tormozlarni qoldim akalar, to'g'ri borib soldim. Xonqodir aka, pravani bu magazindan sotib olganmisiz deymanda, deyishlar mumkin akalar. To'g'ri akalar, endi magazindan emas-u, avtoshkoladan sotib olganman. O'qib. Tormoz amma to'g'ri. Ko'rdim. Akalar 1 daqiqa yana bitta pauza qilaman. Xo'p, do'stlar, bo'lmasam birinchi videomiz sal qisqa bo'lib qolishi mumkin, chunki o'sha iftorlikka ozgina vaqt qoldi xolos. Shuning uchun minbari uzr, videoda biz davom ettiramiz va tezroq tugatvoramiz, chunki tezroq tugatmasak, bilmadim. Agar tezroq tugatmaydigan bo'lsak bo'lmaydi, chunki men hozir tezroq videolar tugatish kerak. Iftorlik shunaqa. Iftorlik vaqtiga bor yo'g'i mana hozir ko'rib beraman do'stlar. Bizda hamma joyda har xil ochiladi-yu, biz Marg'ilonlikman. Xo'p, 18:10 ochilar ekan, shuning uchun men tezroq, 6 minut qoldi. Tezroq sizlar bilan nima qilib qo'yib, videoni tezroq tugatishim kerak va sizlar kanalimga obuna bo'lishlaring kerak. Ramazon oyi uchun hayitlik qilib do'stlar, albatta hayitga ham oz qolyapti. Iltimos do'stlar, hayitgacha keldik, 150 ta obunachini urib qo'yaylik. Sizlar bor yo'g'i shu prosmotr yig'mayapti, xolos, kam yig'ib qo'yyapti. Hayitlik qilib menga shu 150 ta obunachini bir hayitlik qilib bersalaring zo'r bo'lardi. Hayitlik qilib shu hayitgacha hech qancha kunlar qolmayapti. Bor yo'g'i qolganmiz 2 haftadan sal ko'proq odam deyman do'stlar, vaqt qoldi. 2 haftadan ko'proq. Ramazon oyini bugun adashmasam 13 yo 12 kuni, 17 kun yoki 16 kun qolyapti hayitga. Sizlar bo'lsa menga shunga yordam bersalaring bo'ldi. Xo'p. Birinchi video emas bu kanalimda. Buni o'chirib yuboraman hozir. Sizlar bo'lsa kanalimga obuna bo'lib qo'ysalaring, bundan-da qiziq kontentlar hali meni kanalimda chiqaveradi do'stlar. Sizlar bo'lsa kanalimga obuna bo'lib kuzataveringlar do'stlar. Kanalimga obuna bo'lsalaring, meni kanalimni yo'qotib qo'yishlar mumkin. Va streamlarda ko'proq al-hazar shunaqa videolar ko'rib o'tkazamiz. Hali streamni boshqa kuni qilaman, chunki hozir o'z iftorlik vaqti bo'lib qoldi. Men ulgurmayman, iftorlikgacha qilaman. Ko'proq shunaqa iftorlikgacha qilib qo'yaman. Lekin bugun buni ilojisi yo'q, chunki men ulgurmay qolishim mumkin. Chunki o'sha ulgurmayman, to'g'ri, ulgurmay qolishim mumkin emas, ulgurmayman, chunki 6 minut, 5 minut vaqt qolyapti. 5 minut, 4 minut vaqt qolyapti va tezroq mana shu zakazni tashlaymizda biz davom etamiz. Tugatamiz. Va qotillar bu nima qilyapsan? Chekkaga olib, oq mashina nima qilyapsan? Xonqodir aka, lekin ayibsiz dedi, lekin batta ishlayman mumkin akalar. To'g'ri akalar, ayibman dedi deyardim hozir. Opazal aka, aka yurib qo'ydim. Uzr aka, oyog'i sinmadimi ish qilib. Men dastlabki edi. Chingliga u osmonga chiqatmang, endi birat yangi mashina olaylik, keyin tugatamiz streamni. Reski mana shu zakasdan qilib qo'y, shu bilan tugatamiz bo'ldi. Chunki o'sha mana bizda 4 minut vaqt qolyapti iftorlikka. Voy, ko'zingizga olayman yo'lga qattash oshib kelyapsiz. Men yangi mashina olishim kerak, shuning uchun dastavkani qilishim. Yangi mashina olishimiz uchun 30 ming qilishim kerak edi. Demak, mana shu zakazni nima qilib qo'yishim bilan ikkinchi qismida do'stlar, sizlar shu videoda ikkinchi qismi chiqishini xohlasalar, kanalimga obuna bo'ling. Motosikl kallangiz ishlaydimi? Xatga qarab chiqmas. Ikkinchi qismini chiqishini xohlasalaring, kanalimga obuna qo'yinglar, akalar, burilishim kerak. Kanalga obuna qo'yinglar, videoga like bosib qo'yinglar. Mana shu videoni tagida qachonki 5 ta deylik, ko'p emas, birinchi video bu kanalda. Birinchi video emas, o'chirib yubordim, nima qilyapman, shuning uchun bu 5 ta likedan ko'p like yig'ilsa, men bu videoni ikkinchi qismini chiqaraman. Sizlar like'lar bosib, kanalimga obunalar bosib tashlasalaring do'stlar, keldi hayitgacha 200 ta obunachini urib qo'yinglar. 150 ta ham emas, akalar, mayli 150 ta deb turibman. 150 ta bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chunki
Sizlar uchun shuncha harakat oson bo'lgani yo'q, vaqtimiz ketyapti. Sizlar kanalimga obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. To'g'risi, ketkizgan vaqtlaringga yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Mana videomni ko'rib ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Shunchaki bu video xolos. Men blogerlik qilish yo'lini tanlaganimda men bu yo'lni qatdan nima qilganman? Oripov Play kanali bor, shundan ko'rganman-da. Anaqa bor. Bunaqa qiziq nimalar qilib, hali gapirib qilishlarim nimasi bu? Anaqa matritsa o'zidan shularni ham ko'rar edim. Va ko'rib ana shunaqa yo'lga kirganman va bu meni adashmasam 5-mi kanalim, chunki birinchi kanalimda 3000 ta obunachi yig'ganida o'zi kanalim yo'qib qoldi. Haliga chopib qo'yishdi desam bo'ladi. Shunaqa qilib yana bitta kanal ochdim. 230 ta bo'lganda chopib qo'yishdi. Shunaqa qilib bu 5-mi, 4-chi kanalim. Buni chopib qo'yishmaydi degan umiddaman. Chopganlarda oyog'ini, qo'lini chopaman deydi akalar. Lekin xudoga solib qo'yganman ularni. Agar meni ko'ra chopib qo'ysalaring, agar mana shular siz ham shu hisob ishim uchun. Va mana zakazlarni olib keldik va do'stlar, bo'lmasam bugungi video yetadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Ciao do'stlar.